Bir baliqchi bebaho olmos topib olibdi. Olmosni olib, xursand bo'lib zargarni huzuriga kelibdi. Zargar olmosga uzoq termulib debdi: "Bu olmos bebahodir. Men barcha boyligimni yig'ib sizga bersam ham, olmos narxining yarmiga ham yetmas. Sizga maslahatim, yaxshisi odil podshoh huzuriga boring. Faqat ugina sizga olmosingizga loyiq narx va boylik berishi mumkin." Baliqchi qo'lida olmos bilan xursandchilikda odil podshoh huzuriga jo'nabdi. Odil podshoh va uning xazinaboni baliqchi keltirgan olmosga uzoq termulib, shunday odil qarorga kelishibdi: "Keltirgan olmosing bebahodir. Biz bu olmosga shunday narx qo'ydik. Biz ixtiyoringga 3 soat muhlatga xazinaxonamizni topshiramiz. Shu 3 soatda xazinaxonamizdan xohlaganingcha boylikni tashib olib ket. Biz rozimiz. 3 soatdan so'ng xazinaxonamizdan chiqarilasan." Baliqchi odil podshoh qaroridan rosa xursand bo'lib, unga rahmatlar aytibdi. Xazinabon baliqchiga xazinaxonani 3 soatga topshirib, vaqtni belgilab chiqib ketibdi. Xazinaxonadagi tillo-yu bebahoduru gavharlarni ko'rgan baliqchi esidan og'ay debdi: "Hali vaqt bor. 2 soatda ham qancha oltinlarni tashib ketaman-u, biroz dam olay" debdi-da, bir uyum tillalar ustiga yotib olib xayol sura boshlabdi. "Endi dunyodagi eng boy odamga aylandim. Atrofimda xizmatkorlar girdi-kapalak bo'lishadi. Bir nechta hovli joy va ulovlarga ega bo'laman" kabi orzular qo'ynida uyquga ketib, uxlab qolibdi. Bir payt xazinabon baliqchini uyg'otarmish: "Uyg'on, tur o'rningdan. Chiq xazinaxonadan, vaqting tugadi." Baliqchi shoshilib: "Voy, g'aflat uyqusida qolibman. Hozir tillalarimni olay" dermish. Xazinabon: "Qanaqa tilla? Sening vaqting tugadi. Chiq xazinaxonadan. Hech qanday tilla olmaysan" debdi. Baliqchi: "Bir hovuchgina tilla olib olay." Xazinabon kulib debdi: "Bir hovuch emish. Bir dona ham olmaysan. O'z muhlating ichida qoplab olgin edi. Endi yo'q. Chiq xazinaxonadan." Baliqchi bir oltinga ham ega bo'lmasdan xazinaxonadan chiqarilibdi. Aziz birodarim, kim aybdor? Baliqchi siz va biz bandalar. Odil podshoh Allohdir. Xazinaxona biz yashab turgan foniy dunyo. Undagi tilla-yu boyliklar Alloh uchun ibodat va yaxshi amallar. 3 soat muhlat bizga berilgan umr. Baliqchining g'aflat uyqusi bizning bu dunyo xoyu havaslariga berilishimiz. Xazinabon o'lim farishtasi. Vaqt tugab xazinaxonadan chiqarilgani, umr tugab bu dunyodan qabrga haydalishimiz.
Bir hovuch oltin olishga yalinish, o'lim farishtasi kelganda bandani sajda qilib, ibodat qilib olay deb yalinishidir. Aziz dindoshim, bu dunyo xazinaxonasida yotibsiz, g'aflat uyqusida. Uyg'oning. Uyg'oning, birodar. Xazinaxonadan oling savob va Allohga maqbul amallarni. Boylikni tashib oling chin dunyoyingiz uchun. Hozir vaqt bor. Ertaga xazinabon uyg'otganda kech bo'ladi. Tafakkur qiling.